Biz mana yana o'sha dastavka Chilchor Chashmadan yo'l oldik, xudo xolasa. Sharituz Gidra qishlog'iga, Mehnat Rohat qishlog'iga, ikki joyga, Shahob qishlog'iga, Qavadiyon noyasiga qarab yo'l oldik. Hozir biz Chilchor Chashmaning oldidan jo'nadi, xudo xolasa yo'lga. Bizga oq yo'l, ishlarga omad, kasb-korimizga barakat. Sizlarni ham shu bilan birgalikda ishlaringizga omad, kasb-koringizga barakat deb qolaman. Alloh hammamizni ishimizni o'ngidan va baroridan bersin. Do'stlar, video davomida bitta like va pachkani bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Endi bu yog'i to'lka oldinga. Shu yo'ldan to'g'ri nasib bo'lsa nimaga boramiz? Mana shu yo'ldan Gidra qishlog'iga, ular Dehay Obsharonga. Birinchi dastavkamiz. Yo'llar asfalt qilingan, juda ham obod bo'lgan. Kanalni suvlarini ko'ribsizlar qanday. Xush omadid badiiy Obsharon jamoati Obsharon. Xullas keldik yetib. Yo'lda yana adashda davom etyapmiz. Gidra qishlog'iga keldik. Faxriddin akani uyini izlab yuribmiz. Xullas, bu yerda hech kim tanimaydi ekan. Bitta uyni ko'rsatdi, u dedi boshqa dedi, Bariddin dedi. Xullas biz adashdan davom etyapmiz. Lekin ishimiz, mana qonlarimiz shu yerda yopib qo'yganmiz ustini. Dastlabki Gidra qishlog'i ham ishlari bilan juda obod ekan. Yo'llar asfalt qilingan. Ajoyib. Nasib bo'lsa mana qonlarimizni tushiryapmiz, xudo xolasa. Qonlar mana izlab topib keldik. Shu ko'chaga to'g'ri kelibmiz-ku, lekin bilmadim. Farzand aka mana o'g'lingiz hozir topib keldi, molni yetalab kelyapti. Hey, yo'q, молодец.
Hurmatli do'stlar, mana yo'l yurdik, yo'l yursak ham mo'l yurdik dedik-ku, mana tut qatorga keldik. Bu tut qator Mehnat Rohat qishlog'ining boshlanishi. Xulolasa shu yurgan bir 5 dona dastavkamiz bor. Undan chiqib yana keyin sentrga boramiz. Mehnat Rohatning u yerga 15 dona dastavkamiz bor. Adashmasam 20 tamidi 15 ta xullas dastavkalarimiz juda ko'p. Undan tashqari Shahobga ham boramiz. Mana shu Mehnat Rohat, Shahob, o'sha Qabadan territoriyasidan obunachilar, podpischilar bo'lsa, bittadan like va podpiskani bosib o'z fikr mulohazalaringizni qoldirib qo'yasizlar. Biz mana shunday dastavka xizmatlari kechki soqinlarda qonunlar yaxshiday holatda turibdi. Erta bilan tong sahar uzganman. Undan tashqari nima desam bo'ladi? Kondisionerga solib qo'yganman. Kondisioner bor xonaga, mehmonxonaga yaxshiday holatda olib kelyapmiz. 348-xonadon ekan mana shu yerga. Samolyotlar shu yerga tushirib qo'yak. Ajvoga ukani jo'natgan. Ukani maqtama fardi. Ajvo. Qanchadan bular? Bular 20 bu tagida 15 so'm. Bular ko'rgan, berilgan biri dastlab ham o'zimga kantin deydi. Bir o'q bilan ikkita quyon uradigan bo'lib qoldik. Moskvadan bizga jugam kelib qopti. Bular Mehnat Rohatda. Hozir mana shu yerda turibmiz. Mana Kamaz kelgan ekan. Juglar kelibdi. Hozir jukni ham qabul qilib olamiz. Bitamiz shu yerda. Juglar kelgan mana juk. Polni Moskvadan bitta sumkamiz bor edi. Shular yetib ketdi. Xudo xolasa uni olib ketamiz. Bu yerdan sumkani topda ol degan joydan bo'libdi. Sklad katta navishda ostida qarib bir 50 metrdan ziyod bo'lsa kerak. Hozir biz o'rtasida turibmiz. To bu tarafgacha polni jukelar ekan bu yerga. Birinchi kelishim lekin. 14.45 kimdadir sumkasi tushib qolganmasa mana 14.83 ekan. 14.66, 14.52 bor ekan, 14.72lar bor ekan, 14.61. 14.45 qayerdan topamiz ekan endi biz? O'zimiznikini. Xullas, ana endi biz oxiridan ikkinchi dastavkaga keladigan bo'lsak, Eshonboy mahalla raisimizning xonadoniga kelyapmiz. Bu yerga 18 dona tushiramiz. 20 ta tushirish kerak edi. 18 ta bo'ladigan bo'lib qoldi. Farhod akamiz xonadoniga 20 ta zakaz qilgan edi Farhod akamiz. Afsuski 18 ta chiqib qoldi. Hozir sanasam uyda yosh bolalarga taxlatgan hisoblatgan edim. O'zim hisoblaganim yo'q edim. Bu yerga kelib hisoblasam 18 ta ekan. Hay mana yetib keldik mana uyiga ham. Mana ko'k darvozaga to'xta, shu yerga to'xta. Mana asfaltga yetib keldik. Farhod aka uzumlaringizni qarang qanday bo'libdi uzumlari. Gabi uzumlarga. Farhod aka nasib qilsa mana uyingizga keldik. Qonlarni tushiryapman. Eshonboyni ko'rib ketaman degan edim, ziyorat qilib uyda yo'q ekan. Ish bilan chiqib ketgan ekan, hay, tushunamiz. Mana uyingizga yetib keldik, qinab borib ketdik. Endi Shahobga boramiz. Shahobdan dastavkamiz bor. Bo'lmasa mana ko'ring qonunlarimizni. Yana to'rtta qolgan. ikkita, 4ta, 6ta, 8ta, 10ta, 12, 14, 16, 18 dona qovun bo'ladi. Hurmatli do'stlar, shamon bo'lib qoldi, kech bo'ldi. Biz yetib keldik oxirgi dastavkamizga. Ular Shahob qishlog'iga kelganmiz endi. Mana bu ko'chadagi meni Astanovka, yerdan burilar ekan. Mashraf akamizni xonadoniga nasib qilsa xudo xolasa. izlab topib keldik mana. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz shu farzandlarini, oilasini, ota-onalarini xursand qilish maqsadida bizga murojaat qildi. Biz buni qovun dastavkalarimizni uylarigacha, to darvozasigacha yetkazib beryapmiz. Qovunlarimiz 15 somon, 20 somondan
katta-kattalari bor, sanoqli ular. 25 somon. Ulardan ham bor. Mana shu bolaga bitta like bosingizlar. Maza qilib o'ynayapti. Молодец. Biz yo'lda yana ozgina adashib qo'yibmiz. Bu ko'chamiz bu tarafdagi ko'cha ekan. Hozir bu ko'chadan burilamiz. Mashraf akaning xonadoni shumikan yo bunisimakan bilmadik. Hozir signal chalamiz, qaysi bo'lsa shu. Ketmi? Mashraf aka mana qovunlaringizni tushiryapti. Bo'lsa 10 dona qovun zakaz qilganingizda, mana qovunlaringiz yetib keldi. Mana shom mahal adashib uyingizgacha yetib keldi, xudo xolasa. Mana farzandlaringiz xursand. Ой! Keling mana ko'ring, 2 4 6 8 10 dona qovunlar yetib keldi mana aslida.